qisqacha programma qilyapmiz. Trak driverlar uchun o'sha spesifik terminlarni o'rgatish 1-2 oy davomida. Bormayli, trakchi tog'alar, dispetcherlar hammaga vohani bo'lib kelayotgan mavzu ko'tarilib qoldi. Biz hali qonunga kirmasa kerak deb vaqt talab qilsa kerak turgan joyimizda mana kecha kuni akamiz Nashvillda inspeksiyaga tushgan va o'sha tilni yaxshi bilmagani uchun violation olgan. Tilda o'rganib olinglar. Hech bo'lmaganda o'zlaringga kerak bo'lgan terminlarni, aytaylik, aytaylik, saynlarni yodlab olish kerak. Inspeksiyada qanday savol javob bo'lishini ko'pchiligimiz bilamiz, bilmaydiganlarimiz o'shalarni bir listani qilib yodlab yoki yozib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik bilamiz, tilni bilmaydi. Amerikada nima majbur ishlashga. Endi biz shuni o'ylab o'zimiz jilli shu logistikada ishlab yurganmiz. Planimiz, maqsadimiz ham bor edi. Shu muammoni hal qilish ustida ishlayapmiz biz ham, chunki bizga ham, dispetcherlar uchun ham, carrier kompaniyalar uchun ham katta ahamiyatga ega muhim narsa bo'lyapti. Ya'ni shofyorni tilni bilishi. Shuning uchun biz o'zimiz hozir qisqacha programma qilyapmiz. Ya'ni trak driverlar uchun o'sha spesifik terminlarni o'rgatish o'sha 1-2 oy davomida. Xudo xohlasa publish qilishimiz bilan, ya'ni o'sha yo'lga qo'yishimiz bilan yana bir e'lon qilamiz. Kuzatib boringlar. Xudo xohlasa hamma uchun manfaatli kontentlar bo'lib, manfaatli kurslar qilinadi.